Hammangizga salom. Demak, siz Qo'rquv olami kanaldasiz. Biz doimgidek boshladik. Xo'sh, biz birinchi qismdan davom etamiz. Bu qismni ko'rishdan oldin avvalgi qismni ko'rishni tavsiya qilaman. U ham kanalga joylangan. SCP-049 o'lat doktori birinchi qism. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin. Demak, hikoyani boshlasam. SCP-049 ning versiyalari oynani teshib o'tishdi va SCP jamg'armasining har xil tomonlarga va obyektlarga tarqalishdi. Ular boshqa insonlarni ushlab tishlashar edi. Bu go'yoki epidemiyaga o'xshardi, lekin SCP-049 buni antivirus deb atardi. Viruslar yoki boshqacha qilib aytganda, SCP-049 tilida antiviruslar butun baza tomon har toyoqqa tarqalishar edi. Ular bazani egallashardi. SCP jamg'armasidagi agentlar boshqa obyektlarga zarar yetmasligi, umuman olganda ularga hozirgi sharoitda zarar ham yetmaydi. Shuning uchun ularga unchalik ham e'tibor berishmadi va boshqa subyektlarga xabar berishni istashdi, lekin buning iloji bo'lmadi. Signal hech qayoqqa tarqalmayotgan edi. Internet, Wi-Fi, aloqa, radio hech narsa ishlamayotgan edi. Bu narsa juda hayron qolarli edi. SCP-049 ning bularga ham ta'siri borligi hali aniqlanmagan edi. Bundan bilsak bo'ladiki, SCP-049 faqat jismoniy yoki organik anomaliya emas. Bu atrofga va ultratovushlarga ham ta'sir qila oladigan g'ayritabiiy kuchga ega o'ta qo'rqinchli anomaliya. Ular deyarli butun bazani egallab olishdi. Hattoki ular ongli ravishda ko'pchilikni asir ham olishdi. Ularni qandaydir yopiq konteynerga uloqtirishdi. Ko'pchilikni zaharlashdi. Yopiq konteynerga uloqtirilganlar asosan qo'mondonlar, oliy darajadagi doktorlar yoki D sinf xodimlari edi. SCP-049 dedi. Hali sizlarmidingiz meni yo'limga to'g'anoq bo'ladiganlar? Hali sizlarmidingiz meni to'xtatishga harakat qiladiganlar? Qani bo'la qoling, harakat qiling. Meni to'xtata olasizmi? Shu payt bir doktor turib, qo'rqmasdan javob berdi. Balki biz hozir seni to'xtata olmasmiz, lekin bilamiz, sen tanlagan yo'l xato. Agar bu to'g'ri bo'lsa ham, sen faqat natija bilan kurashyapsan, lekin sababni chetda qoldiryapsan dedi. SCP-049 ga bu gap juda og'ir botganday bo'ldi va uni jahlini chiqardi. U yonidagi SCP-049-1 ga ishora qildi va u tez soniyalarda uni g'ajib tashladi. Uni virusga aylantirishmadi, shunchaki uni maydalab yuborishdi. Go'yoki SCP-049 uning haq ekanligini tan olganday. U qolganlarga dedi: "Yana kim u bilan, kim uning fikriga qo'shiladi?" Olomon jim bo'ldi. U aytdi: "Boshqa subyektlar, boshqa bazalaringiz qayerdaligini kim aytib bersa, men uni qo'yib yuboraman" dedi. Bir olim kula boshladi. "Sen bizni qo'yib yuborasanmi?" "Yo'q, bunday bo'lmasligini men aniq bilaman, chunki biz endi ko'p narsani bilamiz. Sen bizni yoki aldaysan, yoki bizni butunlay o'ldirasan. Seni bu gaping haqiqat emasligini men bilaman" dedi. SCP-049 ning yana jahli chiqdi.